Bir kuni juda chiroyli bir qizning uyi tunda yonib ketadi va u og'ir kuyish jarohatlarini oladi. Bu haqda eshitgan eri ishidan iloji boricha tezroq uyga qaytadi, lekin yo'lda avtohalokatga uchrab ko'r bo'lib qoladi. Bu hodisa hammani larzaga soladi, lekin er-xotinni yanada yaqinlashtiradi. Ular oldingidek mehr-muhabbatda yashashda davom etishadi. Qizning yuzi kuchli kuyishlardan tanib bo'lmas darajada o'zgargandi. Ammo ko'r eri buni ko'rmagani uchun unga bo'lgan sevgisi o'zgarmaydi. Xuddi o'zi kabi ayolini sevishda, asrashda davom etadi. Bir kuni ayol vafot etadi. Bu voqea erini chuqur qayg'uga soladi. Shundan so'ng u shahardan ketishga qaror qiladi. Kimdir undan so'raydi: "Axir sen hozirgacha ayoling yordamida yashab kelganding. Endi yolg'iz qanday yashaysan?" Erkak javob beradi: "Men aslida ko'r emasman, faqat ko'r bo'lib ko'rsatganman. Chunki agar u yuzdagi jarohatlarni ko'rganimni bilganida, bu uni ich-ichidan ezgan bo'lardi. Men uni chin dildan sevganman va faqatgina u baxtli bo'lishini xohlaganman." Xulosa, ideal odamlar yo'q. Shuning uchun ba'zida biz yaqinlarimizning kamchiliklarini ko'rmaslikka olishimiz kerak. Aynan shundagina baxt saqlanib qoladi. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada bitta yurakcha emojisini qoldiring.